voy dod lakatsani qarang. Pyramid Tower ko'ryapsizmi? Shuni oldingizdanida penthouse bosib olsangiz bo'lar ekan. Bunaqa joylar limited hisoblanadi. O'zi har bitta binoni tepasidan penthouse bo'lmaydi. Uchastkalardan charchab, endi men ham bir xotirjam shahar sentrida yashayman degan odamlargina oladi. Bitta like bosib qo'ying. Shunaqangi proyekt qilsa bo'lar ekan. Bu terrasasi yoniga ham mana shunaqa koridordek bo'lib ketgan ikki tomondan. Buttumda qanaqadir oynali zdaniya qilib yopib nimadir qilsa ham bo'ladimi? To'sib turib, yog'ni oynali bir nimalar qilib, endi vaziyatdan kelib chiqib, masalan, nima biznes yashash uchunmi yo bo'lmasam mana booking.com, Airbnb, agoda.com shu kabi bizda ham hozir O'zbekistonimizda turizm ancha rivojlandi-da, mana 5 yil, 10 yilga nisbatan hozir oqim juda ham kuchli. Mana o'zimiz aeroportdan ham bilsangiz bo'ladi-da. Xuddi Dubaydan kamchiligi yo'q. Ya'ni shu chet elliklarga booking.com, shu Airbnb'larga misol o'zingiz arendaga ham beradigan joylaringiz bor-da, kuniga 70-80 dollardan arendaga bersa bo'ladi. Mana shu rayonlarda shunaqa ekan. Mana shu hozir 9 ta xona ko'rdim. Misol 70 dollar, 80 dollardan kuniga bir 700-800 dollar pul topsa bo'ladi arendaga bersa. Bemalol. O'zingiz yashasangiz ham shaharni вообще shkalat lokatsiyasi. Bu yoqda Pyramid Tower, to'g'rida Toshkent City. O televashni ham ko'ryapti. Ahvolimiz ancha tozalanib qopti. Juda ko'ryapti uzoq joylar ham. Umumiy necha kvadrat bu taka? Tepada 540 kvadrat metr, pastda 103 kvadrat metrlik отдельный uchga bo'lib turib gostinitsa uchun foydalansa bo'ladi. Chet ellik mehmonlarni qabul qilib chiroyli bir biznes qilmoqchi edim. Joy ochib turib, pastda restoran, tepani polniy splashnoy xonalarga ajratib chiqmoqchi edim. Planim o'zgarib, mo'y sohasida ishlaymiz. Prezidentimiz tashabbusi bilan tadbirkorlarga juda ham bir keng imkoniyatlar yaratib berilayotgan bir zamonda bir mo'y zavod ochishni plan qildi. Zavod ochmayman-da, mana shu joyingizni sotmoqchi. Shunga sal bir ikki so'm pul kerak. Taka o'zingizga proyekt qilib turib, rostagazim penthouse qo'yasiz bo'ladi. Olasiz, biznesingiz uchun olsangiz ham yaxshigina doxod keltiradigan недвижимостchilar bilishadi. Shunaqa narsalar bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Bu lokatsiya uchun bu zdaniyada 1 kvadrat korobka joy real sotilayotgan narxi 1500-1600 dollar atrofida sotishyapti. Mana shu tom polniy solnechniy panellarga bu yerda olsangiz elektrichество sizga tekinga aylanadi. O'zligi solnechniy panel qo'yishgan shunaqa bo'lyaptimi? И plyus o'zidan ortganini davlatga sotiladi. Qalblariga qo'l solib 1350 dollardan ko'ndira oldik. Olasiz mana shu yerdan shundazini ochib qo'shib olasiz. Olasiz uni alohida xonadon sifatida ham yashayversangiz bo'ladi. Like bosib tarqatib tashlang. Plyus bo'lsa bosib yuboring. Ikkita lift bor faqat mana shu xonadon uchun. Mana shu joy uchun chiqiladi, ikkita lift. Liftdan har kim chiqa olmaydi, kartochka orqali. Shundan siz etajga chiqib keladi.